kuchli va professional mutaxassis bo'lishni, kelajak sari muvaffaqiyatli qadam qo'yishni istagan abituriyentlar diqqatiga. Dunyoning top 1000 oliygohlari ro'yxatiga kirgan O'zbekiston Milliy universiteti zamonaviy fikrlaydigan, bilimli va salohiyatli yoshlarni tahsil olishga, tajriba oshirishga, ilm-fan sohasida progress qilishga chorlaydi. Milliy universitet nafaqat mamlakatimiz, balki Markaziy Osiyodagi yetakchi, dunyo tan olgan va e'tirof etgan nufuzli oliy ta'lim muassasasidir. O'zbekiston Milliy universiteti zaminida o'nlab ilmiy madaniy markazlar, oliy ta'lim muassasalari tashkil topgan. 100 nafardan ortiq O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademiklari yetishib chiqqan. Universitetning yetakchi olimlari va bitiruvchilari hisoblangan Qori Niyoziy, Toshmuhammad Sarimsoqov, Sa'di Sirojiddinov, Obid Sodiqov, Po'lat Habibullayev, Mahmud Salohiddinov, To'xtamurod Jo'rayev, Beg'zod Yo'ldoshev, Tohir Oripov, Shavkat Salihovlar akademiya prezidenti va vitse-prezidenti sifatida faoliyat olib borishgan. O'zbekiston qahramonlari Ozod Sharafiddinov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Said Ahmad, Turg'un Azlarov, Suyuma G'aniyeva, Shavkat Ayupov va Ibrohim G'afurovlar aynan O'zbekiston Milliy universitetida ta'lim olganlar. 1918-yilda tashkil etilgan bir asrdan oshiq tarixga ega Otaxon dargoh turli fan yo'nalishlari, jumladan matematika, fizika, kimyo, biologiya, ekologiya, tarix, sotsiologiya, psixologiya, yurisprudensiya, ijtimoiy ish, milliy g'oya va ma'naviyat asoslari, sun'iy intellekt va boshqa zamonaviy fan sohalari bo'yicha professional mutaxassislarni yetishtirib kelmoqda. Ayni paytda universitetda bakalavriat va magistratura yo'nalishlarida 30 mingdan ortiq talabalar tahsil oladi. 1000 dan ortiq yosh tadqiqotchilar ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Universitetda zamonaviy jihozlangan 10 ta o'quv korpusi, o'quv va ilmiy laboratoriyalar, 11 ta talabalar turar joyi, axborot resurs markazi va uning 12 ta filiallari, sport turlariga mo'ljallangan maydonchalar, harbiy tayyorgarlik o'quv markazi hamda 4 ta dala amaliyot bazalari mavjud. Shuningdek, talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun teatr studiyasi va turli to'garaklar faoliyat olib bormoqda. Top 1000 universitetlar qatoridan joy olgan O'zbekiston Milliy universiteti 2026-yil uchun e'lon qilingan QS World University Rankings dunyoning eng yaxshi universitetlari reytingida sezilarli darajada yuqorilab, 721-730 o'rinlarni qayd etdi. Times Higher Education Impact Rankings natijalariga ko'ra, 6 ta barqaror rivojlanish maqsadi bo'yicha 201-300 o'rinlarni qayd etib, dunyoning top 300 universitetlar qatoridan joy egalladi. Fanlar bo'yicha dunyoning eng nufuzli oliygohlar ro'yxatida matematika bo'yicha 500, fizika bo'yicha 600 o'rinlarni qayd etdi. Bugungi kunda Milliy universitetda 12 nafar akademik, 220 nafardan ortiq fan doktori va professorlar, 470 dan ziyod fan nomzodi, falsafa doktori va dotsentlar faoliyat ko'rsatmoqda. Yuqori sifatli ta'lim, tajribali akademik va professorlardan saboq olish, O'zbekiston va xorijdagi yirik ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o'tash, xorijiy stajirovkalar, nazariy bilimlarni zamonaviy laboratoriyalarda qo'llash imkoniyati, yuqori martabali oliygoh talabasi bo'lish hamda dunyo tan olgan diplom egasiga aylanish barchasi sizni kutmoqda. Kelajagingiz uchun Milliy universitetni tanlang.